Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomizda LG kirmoshasidan va nafaqat LG kirmoshidan to'g'ri foydalanishni o'rganamiz. Xo'p, birinchi o'rinda kirmosh o'rnatadigan joyimiz tegi tekis joy bo'lishi kerak. Pol va taxtali joy tavsiya qilinmaydi. Hech qanaqa uklonsiz joyga o'rnatamiz hamda har bitta oyog'i past baland bo'ladi. Nolga o'ldirib olamiz. Keyin kirmoshning orqasida 4 ta transportirovочный bolt bo'ladi. Buni ko'pchilik olib tashlamasa, kirmosh yurib ketadi. Shuni hisobiga kirmoshingizdan ovoz chiqadi. Hamma boltlarni 4 tasini olib tashladi. Hamda sovuq suv ulanadi va kanalizatsiya shlanka chiqarib bo'ladi. Xo'p, funksiyasi keladigan bo'lsa, birinchi o'rinda kirmoshni yoqib olamiz. Xo'p, kiyim solayotganda ahamiyat berasiz. Misol ko'pchilik xato qiladi. Kiyim soladida bitta yangi mana shu rezinkada qolib ketadi. Buni yopganingizdan keyin rezinka orasi bilan anaqa eshik orasida qolib ketadi kiyim. Siqitgan paytda rezinkaga yetib boradi. Ahamiyat bering, shu barabarning ichiga to'liq solinishi kerak kiyim. Xo'p. Funksiyasi keladigan bo'lsa, ko'pchilik bistro deydi, ko'p ayollarimiz buni tushunishmaydi. Asli kitobni o'qish kerak. Xo'p, kitob o'qishga erinsangiz, mana biz sizga tushuntirib beramiz. Xo'p. Asli bistro 30 bu 2 kilocha bo'lgan kiyimni chalib yuboradi. Asosan 20 gradusda yuboradi va chala siqib beradi. Xo'p, bir boshdan boshlaymiz. Xlopik bu paxta kiyimlarga, oq kiyimlarga, rubashkalarga buni toza yuvadi. Sal ko'proq yuvadi, 1 soatdan oshiq. Lekin o'sha me'yorga yetkazib, suvlarni qizitib, isitib, ivitib toza yuboradi. Hop, ikkinchisi Xlopik Plus. Bu funksiyamiz bu ham suv yuvadi, bunda ko'proq o'tib yuvadi. Hop, uchinchisi Smashing. Bu bazaviy funksiyalar, bu hamma kirmoshida bor, bitta LG'da emas, ko'p modellarimizda bor. Bunda aralashma mato, ya'ni misol ichki kiyimingiz, shim, ko'ylaklar, keyin har xil rangdagi kiyimlarni solsangiz ham bo'ladi. Bu yerda asosan 20-30-40 gradusgacha tavsiya qilinadi. Hop, keyingisi Повседневный bu kunlik kiyimlarga, bu yerda misol unaqa darajada kir bo'lmagan kiyimlarga tavsiya qilinadi, tez yuviladigan kiyimlarga. Hop. Keyingi funksiyamiz bu asosan LG kirmoshlarda bo'ladi, 5 shumli rejim. Misol uchun uyingizga kech keldingiz, uxlamoqchisiz. Hop, bu funksiyada kirmoshni sekinlashtirgan holatda yuvadi. Ya'ni unaqa ortiqcha tovush chiqarmasdan uzoq muddat yuvadi, 4 soat davomida yuvadi. Gipergonli rejimimiz, bu rejimda kiyimingizni par bilan dezinfeksiya qilib yuboradi. Har xil kiyimdagi bakteriyalar, kraxmal, mikroblarni polniy o'ldirib beradi. Hop, keyingi funksiyamiz детская одежда, ya'ni chaqaloqlarning kiyimiga mo'ljallangan. Bu funksiyada ham par bilan yuvadi. To'liq o'sha chaqaloqlarning misollarga mikrob kiyimdagi mikroblarni, allergiyalarni 100%, salkam 100% to'liq holatda tozalab beradi. Xo'p, bu tarafda delikatniy stirka. Bu ham juda kerakli funksiya. Bu ham почти 90% kirmoshlarda bor. Bu avaylab yuvish funksiyasi. Ko'proq misol uchun tugmali kiyimlarimiz yoki asosan ayollarning zarli, toshli, har xil uzorli kiyimlarga tavsiya qilinadi. Pardalarga ham tavsiya qilinadi. Bunda avaylab chalaroq siqib beradi. Misol uchun qolgan funksiyalarda 1000 o'ljim yoki 1200 o'ljimni siqsangiz, bu delikatniyda 800-600 da siqsangiz avaylab qilib beradi. Hop, funksiyani o'g'ri olamiz. Hop. Shers. Bu ya'ni o'sha shersli matolarga mo'ljallangan. Bu yerda ham o'sha shers kiyimlarni tivit qilib yormasdan, o'sha 30 gradusda o'zi rejim tanlaydi, 8 оборотda avaylab siqib beradi. Hop, keyingisi sportivniy. Bu misol ba'zi bir kirmoshlarda sintetika bo'lib keladi, ba'zi birlarda o'sha sportivniy. O'sha 52 minutda, ba'zi kirmoshlarda 1 soatda, ba'zi kirmoshlarda 40 minutda. Xullasi sport kiyimlarni bemalol yuvib tozalab beradi. Hop, Bistro 30 bu o'sha eng populyarniy funksiya. Ko'p ayollar hamma kiyimni Bistro 30 deydi. Bu asli maykalarga yoki yengil sochiqlarga 2 kilocha bo'lgan ozgina kirni chalib yuboradi. Hop. Puxovoy veshi, bu misol puxli kiyimlarga, misol uchun bir qavatli, bir kishilik adyolni olsangiz bo'ladi. Hop.
Очистка baraman, bu hamma kirmoshida bo'ladi, absolutно hamma kirmoshida. Misol ba'zi kirmoshida bu yerda joylashgan, ba'zi bir kirmoshida qaysidir ikkita knopkani bossangizgina bu funksiya qo'yiladi. Xo'p, bu funksiyani bir oyda bir marta yoki 30 marta kir yuvganingizdan keyin qo'yiladi bu funksiyaga. Xo'p, hech qanaqa kir solmaysiz. Hech qanaqa parashok gel solinmaydi. Xo'p, uzuni yo'qoladi yoki kalgon shunaqangi tabletkalarni qo'yib yuboriladi. Xo'p, buni bosganingizdan keyin play bosasiz. Kirmosh o'zini o'zi 1 soatdan oshiq tozalaydi. Hamda bu funksiyani yuborgandan keyin tagidagi filtr ochamiz. Hop. Ochganimizda ba'zi bir kirmoshlar bunaqa ko'pida shlanka chiqadi. Hop, bu shlankani olib ichidan ozgina suv chiqadi. Bu suvni polni to'kib olgandan keyin mana chig'anoqni filtrini olamiz. Hop, bo'shatib olamiz. Hop, bu yerda har xil qipiqlar, tivitlar, o'sha kiyimdan qolgan misollarga ip-miplar yoki tugmalar, cho'ntakda misol uchun mayda-chuyda narsalar qolib ketadi. Buni yaxshilab tozalab yuvib, hamda misol tavsiya qilamiz ko'p klientlarimizga zumni cho'tka qilib olsangiz, alohida kirmoshning uchun ichini qo'l yetmaydigan joylargacha yaxshilab tozalab qo'yiladi. Hop. Keyingi funksiyamiz Maya programma. Bu LG ning zamonaviy modellarida bor. Hop, Maya programmani qo'yib, bu yerda misol uchun alohida kiyimingizni siqmoqchisiz. Misol uchun ho'l bo'ldi kiyimingiz, lekin toza. Maya programma qo'ysangiz, mana o'chirib o'zi yonib turibdi. 1200 оборотda polni minutga aylanib siqib beradi. Endi bu yerga qo'shimcha palaskani qo'shsa bo'ladi. Ya'ni chayqab ham siqish. Misol bir marta bu funksiyani yuganingizdan keyin alohida chayqab siqmoqchi bo'lsangiz buni qo'yasiz. Xo'p. Eng muhim narsa bu funksiyani men o'zim ham o'yinda ishlataman. Misol uchun o'quvchilarimiz bor, maktabga chiqadigan, o'qishda o'qiydigan. Bilasiz, biz maktablarimizda oq formada ko'ynalarda qilinadi. Kiyiladi. Ko'pida o'sha yoqalari, yenglari dog' bo'ladi. Hop. Kirmoshida latogida 3 ta zona bor. Qara. Rim raqam 2. Bu yerga aslida parashok va parashokning unini bosadigan gellar solinadi. Hop, rim raqam 1. Bu qachon ishlatasiz? Misol uchun kiyimingizda o'tticha dog' bor, uni kirmoshsangiz yaxshi yurmayapti. Misol palon pulga 5 millionga, 6 millionga, 8 million kirmosh oldingiz, lekin yaxshi ketkazmayapti. Siz misol uchun smeshniga yoki mana oq formada, oddiy maktab formasini soldingiz, xlopka qo'yasiz. Qo'yganingizdan keyin дополнительный opsiyalar bor. Hamma kirmoshida bo'ladi. Предварительный стирка. Mana paxtaga qo'ydik-a, xlopka. Buni bosib qo'yasiz. Bu yondi уже. Предварительный стирка mana. Yongandan keyin begam parashok solinadi. Ozgina begam solinadi. Birinchi o'rinda bedan suv parashokni olib suv bilan o'sha parashok bilan suvni aralashtirib yuboradi. Keyin suvni to'kib 2 sikl yuvadi. Ikkinchi siklda o'sha bedan parashok olinadi. Xuddi misol uchun cho'miltganda sochimizni bir marta shampulaymiz, ikkinchisida zo'r ketadi-yu. Xuddi shunda ham o'sha holat. Hop, qo'shimchasi mana palaskani qo'shsangiz bo'ladi. O'zi har bitta funksiyada 3 bosqich bo'ladi. Ko'plat yuvish, chayish, siqish. Bu yerda qo'shimcha yuvish, qo'shimcha chayqash qo'shsangiz bo'ladi. Bu ham o'shaligi parashoklaringiz yaxshi ko'pirib, kiyimga singandan keyin endi u misol uchun parashokni yaxshilab kitqizish kerak. Ya'ni 2 marta chayqash kerak. Misol ba'zi bir kiyimlarimiz bo'ladi, orada misol uchun chok bo'ladi. Choklarning orasiga yoki zamoklarning orasiga parashok irimasdan kirib qolishi mumkin. Shunda palaskani qo'shsangiz, добавочный chayqash. Hop. Endi ba'zi bir kirmoshlarda bo'ladi, ko'pida 70% kirmoshlar bor, intensivniy sirka. Bu ivitish. Ya'ni bu ham misol 3 tasini teng yoqsangiz, bu degani kirmoshlarning bor funksiyasini yoqqan bo'lasiz, ham ivitadi, ham qo'shimcha chayqaydi, ham qo'shimcha yuvadi. Bu funksiyani qo'yganingizdan keyin qandayligi misol qanaqa dog' bo'lmasa hammasini yetkazadi.
Muhimi o'sha yaxshi paroshok yoki gel. Ko'pchilik gel tavsiya qilamiz. Gel bilan yuvsangiz ham yaxshi. Hop, keyin imma bu kurmoshtamizda qo'shimcha qulayliklari bor. Ya'ni bu LG firmasi o'zining programmasi bor, Sync degan. Bu misol iPhone'da ham, Samsung'da ham uchraydi. Misol har qanaqa Android, iOS'ga o'rnatasiz. Play Market yoki App Store'dan. O'rnatganingizdagi bu yerda knopkasi bor, mana Wi-Fi deyilgan. 3 sekund bosib tursangiz, bu yerda Wi-Fi funksiyasi yonadi mana. Yongandagi shu ilovadan shu стиральная mashina deydi yoki kir yuvish mashinasi. Ulab olsangiz, telefondan orqali funksiyani tanlasangiz ham bo'ladi. Ayrim bir modellarda 3 ta yo 4 ta yana qo'shimcha funksiyalar qo'shib beradi. Keyin hop, keyingi knopkamiz добавить bелье. Hop, funksiya tanlaganingizdan keyin start bosdingiz. Bu datchik yoniq tursa, pauza bosib, misol uchun bir dona makiyasidan chiqib qoldi yoki paypogingizdan chiqib qoldi, qo'ysangiz bo'ladi. Agar bu videomizni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, bu videomiz siz uchun aniq foydali bo'ldi. Bizni kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska tugmasini bosib, layklar bilan qo'llab turing. Va sizga qay turdagi texnikalar qiziq bo'lsa yoki qay turdagi texnikani biz siz uchun foydali ma'lumotni berishimizni xohlasangiz, kommentariyada yozib keting. Keyingi videomiz siz xohlagan texnika haqida bo'ladi inshaalloh.